ota bolamiz shu dehqonchilikka ham qiziqib kelganda, opoqlarimiz, dadalarimiz, opog'imda opoqcham, dadalari ham qiziqqanda, o'zim men 13 yashardan qiziqaman dehqonchilikka. Husanboy ota haqiqiy dehqon farzandi. Uning bolaligi otasi bilan yelkadosh bo'lib, tomorqa ishlarida mehnat qilish bilan o'tgan. Dehqonchilik bu oilada bir necha avloddan beri davom etib kelayotgan muqaddas kasb. Keyin lekin dehqonchilikka ko'proq qiziqib ketdik endi. Ya'ni dehqonchilik ilgari o'sha 2-darajali bo'lganda dehqonchilikda. Avvalo ish turgan, ishdan kelib ne vaqti ayirib, o'sha dehqonchilikka qarab, o'sha vaqtlarda ham yaxshi pishgan meva-cheva ham yaxshi pul bo'lardi o'sha vaqtlar. Sipali bo'lgan. Shundan shaqacha mana hozirgacha kelib mana qarang, shu uzumchilikka qiziqqanligimiz mana o'zini oqlayapti qarang. Uzumchi Husanboy ota deganda uni tanimaydigan soha mirishkorlari deyarli yo'q. Bugun u uzumchilikning haqiqiy ustasiga aylangan. 50 yildan ortiq mustaqil shu soha bilan shug'ullanib kelmoqda. Ota kasbi unga tom ma'noda baraka olib keldi. Xomta qilishardi, kalta, uzum kalta pishganda kesishadi, boshqa ishlarni qilishib turardi endi. Shularga qiziqib, havas qilib, uzum kesishni o'rganardi o'sha kuzga borib. O'sha uzumlarni sotib bo'lganimizdan kuz paytlarida o'sha oktyabr oylariga o'tib, sentyabr oxiri oktabrga o'tib, uzumlar kesish boshlandi, mevadan bo'shagandan keyin. Dadamlar kesishlarini ko'rib, qiziqib, uzum kesishni o'rgangan. Birinchi kalta, qanaq kalta serhosil meva qiladi, o'sha qolgan kesib qoldiradigan kaltalarni ko'rib, qiziqib, yildan-yilga tajriba orttirib, shu meni qilib keladi, shu eskidan. Husanboy ota uzumchilikda faqat an'anaviy usullar bilan bozorni egallab bo'lmasligini ta'kidlaydi. Ayniqsa iqlim o'zgarishi bilan bog'liq muammolar uzumchilikka ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Ilgari o'sha bitta darajada yetishsangiz bo'laveradi misol. Endi hozirgi davrda izlanmagan odam hamma sohada hamda qolib ketyapti. Uzumchilikka mana hozir 15 yildan bo'lib yangi texnologiya kirib kelgan. Yildan-yilga men o'zgarib kelyapti. Havoni kirishga qarovlar bor, o'zgarish ishlovlari. Ilgari biz shu yoshligimizda qaragan paytimizda shu bitta davrda, bitta paytda qarasak bo'laveradi misol. Endi hozir o'shanga o'xshab bitta davrda qarayman, shu ishlovni beraman yo boshqasini ishlarni qilamancha adashib qolasiz. Bu fayzli xonadonga yilning 4 fasli, 12 oy istalgan vaqt kirish mumkin. So'ritokdan uzilgandek, tabiiy holatda saqlanadigan uzumlarni tatib ko'rish imkoniyati bor. Bu yillar davomida to'plangan tajribaning samarasi, dehqonning o'ziga xos mahorati. O'zimda navi ko'p nihoyatda. O'zimizda O'zbekistonda o'zida ham 300 dan ortiq navlar bor. Bu hamma uzumlarni biz nimadan o'tkazib ko'rdik-da. O'tkazib ko'p yillar bilan 1 yil, 2 yil, 10 yil, 20 yilda nima qilib bo'lmaydiganda, o'sha ko'p yillar mobaynida buni izlanib, qaysi uzum qanday navlarni ekib, ko'paytirib boshqa qilib izlanib keldik-da. Oxiri biz shu borinki 15 yil, 20 yilda shag'ada eng yaxshi turadigan uzumimiz o'zimiz eski ota-bobomizdan qolgan Husaynni sorti. Oq damizki kelin barmoq deyiladi shu, qora damizki bor. Endi unga o'xshab boshqa navlarimiz ko'p. Endi ular ham turadi, misol yangi yildan keyin ham 15 kunga turyapti, undan keyin turmayapti. Faqatgina o'zimiz kelin barmoq bilan, oq kelin barmoq, qora kelin barmoq, o'zimizda Husayni degan navimiz. Har tomoni bu Husayni navlarida endi ko'pchilik izlanishlar orqasidan nimachi ham ortiq, shirasi ham ortiq. Lekin serhosillik ham ortiq Husayni. Uzumchi o'zining ko'p yillik tajribasini oila a'zolariga, o'g'illari va nabiralariga ham o'rgatib keladi. Qolaversa, Oltariq uzumchiligining rivojida Husanboy otaning alohida hissasi bor. Payvandlash, uzum navlarini ko'paytirish borasida tumandoshlari bilan bor bilimini baham ko'radi. Tomorqasidan tashqari qo'shimcha yerlarda ham uzumzorlar barpo etgan. Asosan esa navlarni ko'paytirish va yangi navlarni yaratishda xonadoni tomorqasidan samarali foydalanadi. Shundan endi uy-joylardan tashqari 15-16 so'yga uzum hozir. Hozir shu tomorqamizda 30 xilga yaqin navlar bor-da, o'zimizning eski navlardan. Mo chetdan kirib kelgan navlar kirib kelyapti endi. Borga unga 3-4 yil bo'ldi kirib kelganiga. Endi shulardan hozir endi ulashib oladi, payvand deydi, payvandlab o'zimiz shu Husayni, oqdamizga shu uzumlarga payvand qilyapmiz uzumlarni. 2025-yil yakunlarida qishloq xo'jaligi xodimlari kuni arafasida Husanboy ota davlat mukofoti bilan taqdirlangani haqida tanish-bilishlardan eshitib qoldi. Avvaliga ishonmadi. Oradan vaqt o'tib, rasmiy xabar xonadonga yetib keldi. Tomorqachi fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Birinchi o'zim hayron bo'ldim. Hayolimga kelmagandi. Qarang, oddiy dehqon odamlarga shunchalik
prezidentimiz qarang inobatga olar ekanda qarang. Yana ham shunday mukofotlarni olganingizdan keyin shijoat bilan yana ham yangiliklar xitoy qilishga, ko'pchiliklarga shu menalarni o'rgatishga, har qisir savollarni o'rgatishga yana ham odam harakat qilasaganda Oddiy va samimiy, baxtni o'z qo'llari bilan kunni kun, tunni tun demay, qishning chillasida ham, yozning saratonida ham mehnat qilib topgan bu inson bilan suhbatning o'zi ibrat. 70 yoshida ham tomorqadan uzoqlashmaydi. Har mavsum uzumchilikda o'nlab yangiliklarni yaratadi. Hurmat va e'tibor doim unga yor. Bu insonning halovatga to'la hayot siri faqat mehnat.